2 metr, 3 ga 2 gilamimiz. Prosta oddiy bitta xonadagi gilamimiz 3 ga 2 da 8 ta odam yashaydi. 8 ta odam. Ota-ona va farzandlar. Bu hazil emasmi? It's not joke. It's not joke. People here in the countryside, they are just living in one room. They can be 5, 6, 8. Like this house. Yeah, like this house. Madagaskarning 80% aholisi aynan shunda yashaydi. 3 ga 2 metrlik uyda 8, 9, 10 kishi bo'lib yashash ular uchun normal holat. Qorin to'ydirish uchun katta dasturxon ham, pishiriqlarga to'lgan har xil ovqatlar ham yo'q. Oddiygina dimlangan yovvoyi banan ularning kechki taomi. Hayratga tushdim. Kulgu bor, xotirjamlik bor, bir-birini qadrlash bor, tabassum bor, shikoyat yo'q. Shu kichkinagina 3 ga 2 xonadonda mana shu go'zal ayol o'zini turmush o'rtog'i bilan va 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta farzandi bilan yashaydi. 6-farzandi hozir dadasi bilan shunchaki beg'ubor. Mana shu xonadon, mana farzandlar, mana ayol va mani shunchaki fikrlarimni butkul o'zgartirgan va bugundan mana shu bittagina mana shu narsani ko'rganim o'zi umuman mana shu yerdagi fikrimni shuni sindirgan, parchalagan holat. Insonlar, oila. Thank you. Va men buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu sayyohlar uchun inkrustatsiya yoki dekoratsiya emas, bu hayot. Bu siz bilan birgalikda parallel ravishda hozirni o'zida qayerdadir yashayotgan bir oilaning hayoti, taqdiri haqida gap ketyapti. Shu payt o'ylab qoldim. Biz qanchalar yaxshi sharoitda yashaymiz. Bizda keng, yorug', qishda issiq, yozda salqin uylarimiz bor. Har xil ovqatlar bilan bolalarimizni yediryapmiz. Ustimiz but. Hozirning o'zida dunyoning boshqa bir burchagida kimdir kechki ovqatga bir dona banan qovurib, butun oilasini yediryapti va shu uchun shukr qilyapti. Malagasiylar, ya'ni Madagaskar aholisi ham ko'p mehnat qiladigan xalq. Og'ir sharoitda yashashadi. Infrastruktura, mashina, velosipedi yo'q bo'lsa-da, hamisha tabassum bilan yashaydi. Savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun ular baxtli? Nega hech narsasi yo'q bo'lsa ham, televizori, telefoni, deylik o'sha svet, gazi bo'lmasa ham ular xursand, ular tabassum ila yashashadi. Mening fikrimcha, ularda shunchaki taqqoslash yo'q. Biz taqqoslanadigan dunyoda yashaymiz. Biz televizorda kimningdir hayotini ko'rib, men yaxshi yashamayapman deymiz. Biz qo'shnimizni ko'ramiz va unga havas qilib, undan ortda qolmaslikka intilamiz. Biz kimdir dabdabali to'y qilsa